Xo'sh, assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 29-oktyabr soat 16:18 bo'ldi. New York bilan qattiq gap bilan. Killzone uchun ideya deb ko'rsa ham bo'ladi bemalol. Demak, kunlik time frame'ga birinchi bo'lib yangiliklarni ko'rib olaylik. Bugun dollarga soat O'zbekiston vaqti bilan kechki 23:00 va 23:30 da FOMC yangiligi bor, kuchli yangilik. Market shunga ham tayyorlanayotgan bo'lishi ehtimoli katta. Demak, okey. Xo'p, kunlik time frame'ga e'tibor bersanglar, bizda o'sha mana birinchi e'tibor tortadigan narsa low resistance liquidity, ya'ni 1 2 3 4 5 kun, ya'ni ketma-ketlikda liquidity'larda yig'ib keldi narx va o'zi umuman ichki liquidity'dan tashqi liquidity'ga yo'nalish olgan baysi 1.154 zonasi bo'lgan market edi va to'satdan o'sha low resistance liquidity yig'ib tepaga ko'tarilib shu zonada bizga liquidity'larni yig'ib berdi FOMC uchun deb tushunsak bo'ladi. Va bugungi kunga e'tibor bersanglar, candle ochilib, pastga ham, tepaga ham manipulyatsiya qilib, hozircha markazida, ya'ni kunning o'zini markazida turibdi deb olsak bo'ladi bemalol. Hozirgi kunga e'tiborda chuqurroq qaratishimiz mumkin bo'lgan joyi shu PDX ni, ya'ni 2 kun oldingi candle PDX'sini kechagi candle olgani va bugungi candle pastga yurish boshlaganini ko'rsak bo'ladi. Kechagi market tahlilida aytgan edim, esinglarda bo'lsa. Va 1 soatlik time frame'dagi marketda holatni e'tibor bilan ko'ramiz. Xo'sh, jigarlar, demak kecha bo'lgan holat shuni paket ro'rsin demak. Xo'p, kecha shu zonalarda men sell qaradim, to'g'rimi? Mendan shu paytda shu joylarda pozitsiyamni yopib olganman. Undan keyin bozor qaytib shu zonadagi highni yechganda to'rtal sublarni tozalab berdi. Undan keyin pastga yurib, shu zonadagi minimumni grab qilib, undan keyin qaytib shu zonadagi BPR dan sell model bilan narx tushib ketgan va bugungi midnightdan keyin bo'lgan price actionga e'tibor bersak, midnightdan keyin kun liquidity pool yasab, undan keyin struktura ichida ichki liquidity'ga market maker buy modeli bilan narx chiqib, undan keyin shu FVG zonaga birinchi kelgan candle, ikkinchi candle olgani yo'q va betda hozir to'rtal sublar uchun juda zo'r unaqa tashab ketadi, nima deydi, qopqon tashab ketadi. New York ochilib, hammani tozalab beradi metda. Tozalab bergandan keyin pastga kelgan MSS, undan keyingi candle entry uchun qaytib puls bilan tushib ketadi. Ya'ni o'zbekda hozir boshqacha tiziladi. Misol uchun soatimiz 4:22 bo'lsa, 1 soatdan keyin New York kirib keladi, to'g'rimi? New York ochiladi, mana New York candle tepani yechib beradi. Undan keyin pastda MSS yopilsa, undan keyingi candle entry uchun qaytib va puls bilan tushib ketadi. Undan keyin yana bitta candle tozalanadi. Undan keyin o'sha soat 12 menimcha shunaqa vaqtda FOMC to'g'ri kelarmidi ekan. FOMC keyin silver bullet boshlab beradi bizga. Kuchli candle chiqadi, to'g'rimi? Silver bullet bo'lib chiqadi. U ikkinchi tozalashdan keyin, ya'ni ikkinchi short term candle ni intermediate term qo'ygandan keyin, ya'ni buy tomon strukturani buy tomon narx harakat qilayotganda o'shundan keyin kumush o'q chiqadi deb o'ylayapman va strukturani high-ni overlap qo'yishi mumkin emas. Ya'ni hozir mana zonalarda overlap, to'g'rimi? London kill zonadan keyin overlap PDR zonaga kelib, strukturani high nuqtasini qo'yib keta olmaydi. New York shunday pastga tushib ketishi mumkinmi degan savolga okey, mumkin, lekin bunaqa holatlarda pozitsiya oqtarilmaydi. Ya'ni 5 minutlikdan MSS qo'ylab yurilmaydi. Bo'lsa kill zonda nima keragi bor? Kill zone ochilib, mana shu yerdagi to'rtal sublarni yechib berishi kerak. Bu обязательно kerak. Shu keyin bizga CRT bo'ladi va undan keyin keyingi ochiladigan candle entry uchun ochiladi. Agar candle shu atroflarda yopilsa, keyin entry uchun, keyin pastga puls bilan tushib ketishini ko'rishimiz mumkin narxni. Agar
sell price action ko'rayotgan, kutayotgan bo'lsak, necha ko'p makilladim. Xo'p, demak 5 minutlik time frame ga o'tamiz. Mana 5 minutlik time frame hammani bo'ldi, sellga ketamiz endi deb aldayapti. Ketvorsa ham o'zi biladi, menga qiziq emas. Hozir manual ko'rishingni balki yechar, balki pastdan yana tepaga New York narxini olib chiqib, shu zonani yechib, MSS berib, undan keyin entry uchun qaytadi va undan keyin market maker sell modelini boshlab beradi. Bugungi ideya shu. Tushundinglar? Bir xilga o'sha 100 martalab qaytaryapman, tushunarli bo'lishi uchun ketsa ketib o'lib ketsin. Bizga bu hozirgi kapkan, bu mana MSS deb berayotgan kapkan, bu prosta turtle suplarda tuzoqqa tushirish uchun. Kiringlar, ochinglar pozitsiyani deb mana shunaqa mana 4 ta, 5 ta candle ishontirib beradi bozor. Undan keyin Londonga yaqin narx tepaga qarab stoplarni yig'ishtirgani qaytadi. Nimaga pozitsiyam stop olyapti deb turaverasizlar keyin. Undan keyin MSS, undan keyin o'zimizga PDR yoqtirib, mana bu zonani turtle sup yig'ishtirildi deymiz, keyin sellga pozitsiya qaraymiz. Tushundinglar? Qisqasi shu market tahlil. Kuninglar yaxshi o'tsin. New York Yield zonda gaplashamiz. Bugun FOMC birgalikda ko'ramiz uni ham. Salomat bo'linglar, charchamanglar. Update bo'lsa yana kanalga qo'yaman. Salomat bo'linglar.